Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Do'stinglar Dilnurdan sizlarga oliy ehtirom. Bugungi programmamizda fizika fanlar sohasida ko'zga ko'ringan, hozir Shveysariyada yashayotgan fizika fanlar doktori Abdushukur Abdurashid apandi bilan tanishib chiqamiz. Fizika fanlari doktori Abdushukur Abdurashid. Doktor Abdushukur Abdurashid 1988 yillik oliy maktab imtihonida tabiiy fanlardan vatanimiz bo'yicha birinchilikni qo'lga keltirgan hamda Shanxay meditsina universitetining o'qishiga muyassar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u oila ahvoli sababidan Xinjiang universiteti fizik fakultetining fizik kasbini tanlab o'qishga boshlaydi. U bu 5 yil o'qish jarayonida qitirqinib o'rganib, har zaman natijalarida sinf bo'yicha birinchilikni qo'ldan bermay o'qiydi. U ta'tilda qurilish maydonlarida ishchi bo'lib ishlab, o'z xarajatlarini hal qilgan bo'lsa, uningdan sirt yana inglizcha o'rganishni izchil davomlashtirdi. 1993-yili fakultet rahbarligi Abdushukur apandimning alohida natijalarini ko'zda tutib, uni imtihonsiz magistrlikka qabul qildi. U dadasining baldır tugab ketishi va oilasining muqim kirim manbasi bo'lmasligi tufaylidan voz ketishni o'ylagan bo'lsa-mu, onasining qo'llashi bilan magistrlikda o'qiydi va bu jarayonda qattiq tirishchanligi bilan professorlarning diqqatini tortadi va doim Xitoy o'quvchilar bilan silishtirma qilinadi. Chunki Uyg'ur tilida o'qigan bir o'quvchining Xitoy o'quvchilarining oldiga o'tib ketishi 1994-yildagi fizika fakultetida aqlga sig'maydigan bir ish hisoblanadi. 1995-yili uni maktabidan Xitoy yadro energiya fanlar akademiyasiga izlanish va tadqiqot bilan shug'ullanishga avatdi. Maktab uni yana Italiyaning Trieste shahridagi xalqaro nazariy fizika markaziga o'rlab o'qish uchun avatdi. Shu yerda dunyoning har qaysi joylaridan necha minglagan olim, tadqiqotchilar kelib ketib turadigan va Nobel fizika mukofot sohiblari bilan pat-pat ko'rishish nisb bo'lib turadigan bu joyda u Angliyada 2 yil o'qitiladigan magistrlik programmasini jiddiy o'qib, 2 mavsumda bitirib tamomlagan. Magistrlik maqolasi nihoyat yaxshi baholarga erishdi va o'qituvchilarining tanishtirishi bilan Shveysariyaning Basel universitetining doktorlik o'qishiga qabul qilinadi. Nobel mukofotiga erishgan nanometr sohasidagi muhim tema tonel skanerlovchi mikroskopiga asos solgan guruhga kirdi va shuning davomi bo'lgan atomlar aro kuch mikroskopining nazariy asosini tushundirish va uningga asos tiklash xizmatini o'z ustiga oladi. Bu jarayonda nurg'un tadqiqotlarni olib boradi va uning natijalari xalqarodagi nufuzli jurnallarda kayni-kayindan e'lon qilinadi. 2,5 yil ichida doktorlikni tamomlab, fakultet tarixida o'qishni eng tez bitirgan o'quvchi bo'lib qoladi. Shuning bilan u o'qigan fakultetning o'quvchilari uning sharafiga maxsus cho'ng bir tabriklash faoliyati o'rinlashtirib berdi. Hozir u Shveysariyada davlat egiligidagi eng cho'ng uchur texnik shirkatining raqamlik texnik taraqqiyotiga maslahat berish bo'limida oliy darajalik loyihalovchi bo'lib xizmat qilib kelyapti. Yuqorida biz Abdushukur apandimning hayoti bilan qisqacha tanishib o'tdik. Menimcha Abdushukur apandimning o'z og'zidan bir necha kalima so'z anglab baqsa qanda. Rahmat Dilnur, shu Karvan Satası programmasi orqali meni yurak so'zimni aytish fursati berganingiz uchun rahmat aytaman. Mening ismim Abdushukur Abdurashid, 23 yilning yoqi shu Shveysariyada yashayapman. Endi men bu haqida tushuncha berishdan burun biraz o'zimning tarixiy kechirmishlarimni so'zlab o'tay. Ben bir gerçi
bir ziyoli ailesi dunyoga kelgan bo'lsam-mu, 15 yaşımga kelgan vaqtida dadam qatnash hodisasida tugab ketganligi uchun, anamning xizmati bo'lmaganligi uchun, fikrlarim kichik bo'lganligi uchun nayt qiyinchilik bir sharoitda bo'lib shu to'liq o'rtaga chiqqandan keyin nayt qiyinchilik bir sharoitda cho'ng bo'ldim. Balaning cho'ng bo'lganligim uchun, o'g'il bola bo'lganligim uchun shu o'qishdan qilib oilaniki eg'irchiligini ko'tarish irodasiga kelgan. Dadam uchragan qatnash voqeasi bir optimum rayonlik bir qatnash transport tarafidan bo'lganligi uchun men remontchilikqa olmoqchi bo'ldi. Men tayyor bo'lgan vaqtimda opam dadamning orzusi cho'ng maktablarda o'qitish, mening orzuyim shusini cho'ng maktablarda o'qitish bo'lganligi uchun mesela dadamninki orzusini yeyi qo'ymagan bolam, qiyinchilikni biz tasdiqmasan yaxshi o'qigan, fikrlarimga ulgu bo'lgan deganligi uchun men qayg'uni kuchga aylantirib degandek maktabga tirishib o'qidim. Hatto oliy maktab internatida shu rayon bo'yicha men birinchi bo'lib oliy maktabga kirgan. Men 5 yillik shu bakalavriat o'qish hayotimda bo'lsin, maylim 3 yillik magistrlik o'qish hayotimda bo'lsin, men har qanday qiyinchiliklarga bosh egmadim, tirishdim. G'oyam yaxshi o'qish, yaxshi o'qigandan keyin inilarimga, sing'illarimga ulgu bo'lish, oilamniki yukini yengillatish orzusida bo'ldim. Yaxshi o'qishimning natijasida chet ellarga chiqdim, Italiyada o'qidim, Shveysariyada o'qidim. Ammo Italiyaga chiqqandan keyin, Shveysariyaga chiqqandan keyin meningki yukimniki yana bir hassa yuqori ekanligini his qildim, chunki burun o'zim uchun, oilam uchun, atrofimdagi mahalliy yurtdoshlarim uchun o'qigan bo'lsam, u vaqtda chet elga chiqqan o'quvchilar oz, Uyg'urni asosan tunib ketmagan zamonlar bo'lganligi uchun men Uyg'urni tunish uchun, xalqimga bir azroq bo'lsin ulgu tiklash uchun tirishib o'qidim. Hem şunun neticesi bugün ko'rilyapti. O'qishim tugagandan keyin Shveysariya davlatlik telekom kirib shu yerda ishlayapman. Men 20 yildan yoqi xizmatim asosan shu kuchur texnik sohasida. Mayli xizmat hayotimda bo'lsin, mayli o'qish hayotimda bo'lsin, men birinchisi qiyinchilikdan qo'rqmadim. Masalan, iqtisodiy jihatdagi besimlarni chidadim. Yalğızlıqım içidedim, ailem etaytki toy qilib, kichik balam vatanda qolmasam, oiladan ayrilishdim. Shunday azobqim ichidedim. Chunki g'oyam nim bo'ldi. Mush tirishchilikning hamon bir kuni natijasidan bo'lganligiga ishondim. O'zimda o'qiyotgan vaqtlar bo'lsin, mayli ishlayotgan vaqtlar bo'lsin, men o'zimni chet ellik, yurtda men bir musafir deb o'zimni kam sundurmadim. Men mushlar o'xshash odam har qanday narsani, bilimni tirishqan bilan egalligida bo'ladi, o'rgangida bo'ladi. Andan keyin shu atrofdagi odamlarga shu bizga xizmatlarni berayotgan, sharoitlarda bo'layotgan davlatimizga o'zimizningki foydamizni yetkazib bo'ldi deganga ishondim. Ham buning natijasi hozir ko'rilyapti. Shunga meningki shu ekran oldida ko'rayotgan yoshlarga shu yangidan o'sib ketilayotgan o'smirlarimizga deydigan yurak so'zim, mayli nimalar qilgan bo'lsangiz qiling, o'zingizningki kasbini suying, tirishing, tirishchanlik hamon bir kuni yaxshi natijani beradi. Buningga hech qanday bir ishkilanishingiz bo'lmasin. Muvaffaqiyat qozongan har bir akishning orqasida cho'qim bir jasur ayol bor. Tuvanda biz Abshukr efendimning xonimi va uning bolalari bilan suhbat bo'lamiz. Assalomu alaykum, mening ismim Abduvaris. Men bu oilaning cho'ng o'g'li. Ben 23 yoshga kirdim. 23 yildan yoqi Shveysariyada yashayapman. Fribourg universitetida qanun ham iqtisod fakultetida o'qiyapman. Assalomu alaykum. Mening ismim Vidat. Ben 17 yoshga kirib bo'ldim. Ben BMTK texnikumda elektronik injenerim kasbida o'qiyman. Assalomu alaykum. Mening ismim Irfan. Men 15 yoshga kirdim. Men gimnaziyaga kirdim. Assalomu alaykum qardoshlar, har vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Gulnar Mamtimin. Abshukr Abdurashidniki umrlik hamrohi, yurtdoshi, shundaqla to'liqsiz birga o'qigan savaqdosh bo'lman.
Biz Ali Mektep'ten başlap özümüzdeki muhabbetlik hayatımızga qadam koyduk. Men faqat özümden emde biraz özümden karşıda yaxşı okugan adam çokum istiqballı buldu, kelgüsü parlak buldu deb tunuyddum. Biz Ali Mektep okuş hayatımız olsun, özümüzün aytdı, qattiq talep koyup okuduk. Men Sanat institutununki elektr injenerlik kasbida okugan, ikkimizningki okugan mektebininki araligini ham yaqin desek bo'ldi, yiroq desek bo'ladi. Biz odatda imtihon vaqtlarida haftada bir ko'rishganni az deb imtihon vaqtlarida ko'rishmay o'zimizga shuni talab qo'yib o'qigan. Şükür masterlikni tugatgandan keyin İtaliyaga bir yillik o'qishga mangdi. O o'qishni tugatib bo'lib, Shveysariyaniki Basel universitetida yana 3 yillik o'qish imkoniyatininki, ya'ni doktorlik o'qishininki imkoniyati borligini, lekin bu jarayonda oilaniki jam bo'lishninki tasligini aytgan vaqtda men shu vaqtda o'yladimki, bu bir yildan yana mushundaq bir yildan yana 3 o'tsa o'tib ketadigan bo'ldi. O'qivering deb qo'ydim. Bu vaqtda ham shu bizning tunji balamizmi bar bo'lib, endi bu nega masalan ota-onam yaqinda yordamlashib qildi. Ailemiz jam bo'lgan qadar 4,5 yil vaqt ketdi. Albatta bu yoshlik hayotniki urg'ib turgan bir go'zal chog'larda ayrilib yashashniki eg'ir bo'lganligini ma'lum biladi. Shunday bo'lsa-mu biz faqat kelgusiga bo'lgan bir ishonch bo'lib menda yaxshi bir o'qib, yaxshi bir natija qozonsa, chuqur o'zimizga bo'lib qolmay, vatan millat uchun bir yaxshi ishlarni qila olamiz deb shu umid, shu ishonchda Abşükür'ün izchil qo'llab keldim. Albatta bu demek oson, lekin yurtdan chiqish unchalik oson emas bir ish. Masalan, balni o'zim yolg'iz boqdim shu jarayonda. Dadam opamlar yaqinda yordamda bo'ldi. Ondan boshqa turmushda nurg'un endi qiyinchiliklar. Ama shularning hammasini degdek o'zim yengib keldim. Keyin endi oilamiz jamlashib Shveysariyaga kelgandan keyin bu xizmat almashtirib o'ziniki kelgusidagi keyingi hayotida yana bir o'zgarish bo'ldi. Xizmatimni jon pidarlik bilan ishlab ba'zi vaqtlarda bo'lib, yangi ishlagan vaqtda hep daxilleri hatta keçid işleşken to'g'ri keldi. Men buni uzluksiz izchil qo'llab keldim. Abşükür, nurg'ulg'an qiyinchiliklarni biz bitib mana shu kun keldingiz. Bizning shu yetilayotgan yosh o'smirlarga, yoshlarimizga va Uyg'ur xalqimizga yurak so'zimiz bor deb o'ylayman. Shu yurak so'zimizni anglab basaqanda. Abay ben özümdeki 23 yılının yakı Şveysariyada yaşayotganligini dep öttüm. Ben bir devletke bir musafir. Ama ben bu devletninki tilini öğrenişte, medeniyetini öğrenişte, yerlik şartlarını öğrenişte hiç kaçan işkilinip kalmadım. Ben dedim her kandak adam tirişsa, her kandak ya da özününki bilimini, gücünü gösterirse kaderleşki erişido degenden hiçbir şüphem olmadı. Hem şundakla bugünkü günde ben şunu kesip et alayım ki her kandak adam tırışqa yerde, bilimini gücünü gösterdiği yerde, herkesin yerde kalmaydı. Şunun için biz özümüzdeki musafir bulup yaşayotgan devletimizde tırışçılık gösterip özümüzden devletine tırışçılık gösterirsek, halkımıza hizmet kılırsak, onu meyli yerlikler olsun, meyli halkımız olsun, ola kördü. Şunun için herkes bilenlerini koyup etmenler. Ben musafir deb özünlerini aciz uğrumu çürüp koyduğuna işini kılmanlar. Tırışçılık göstersenler, çok önemli fazla. Rahmet olsun.